Assalomu alaykum. Hop, havaskor ikkinchi jahon chempionati tahlilimizni boshlaymiz. O'tgan safargi o'yinlarda keyin qo'ygan videoyimda aytdim. O'zbekiston termasiga kutilmalarni oshirish boryapti deb. Ikkinchi qism ham deyarli shunga yaqin. Endi bunga sabablar Ispaniya Cabo Verde 0-0, Saudiya Arabistoni Urugvay 1-1, Misr Belgiya 1-1 va Eron Yangi Zelandiya 2-2. Haliyam Osiyo jamoalari mag'lub bo'lmadi. Xudoga shukr, iloyim oxirigacha shunday bo'lsin. Alhamdulillah. Va O'zbekiston o'tgan yili oktyabrdami, noyabrdami, unchalik aniq eslolmadim. Ba'dagi turnirda Misr bilan keyin Cabo Verde bilanmi adashmasam o'ynagandi. Misr adashmasam ikkalasi bilan ham 0-0 mi duranglar bo'lgandi yo Misrga yutkiluvdim bilmadim. Lekin O'zbekiston o'rtoqligi o'yini o'ynagan komandalar anaqa bo'ldi. Kuchli komandalar bilan normalniy o'ynashdi va adashmasam O'zbekiston ular bilan ham yaxshi o'yinlar o'tkazgandi. Hisoblar ham yaxshi bo'lgandi. Buni kommentga yozib qo'yaman o'zim. Hozir eslolmadim. Xullas, O'zbekiston o'rtoqlik o'yinini o'ynagan komandalar kuchli komandalar bilan normalniy necha o'yin oldi va ular kuchli komandalardan qo'rqmagandan keyin nega biz unaqa qilishimiz kerak? Va keyingi masala Saudiya Arabistoni va Eron. Zo'r natija ko'rsatishdi. To'g'risi Saudiyani o'yinini ko'rmadim, lekin birinchi gol urib, ikkinchi taymni o'rtalarigacha hatto hisobda oldinda boribdi. Endi bilmadim, bu balki Saudiyani oldingi jahon chempionatining singari effektidir. Argentina bilan birinchi o'yinini eslaganlar bo'lsa kerak. Saudiya Argentinani mag'lubiyatga uchratgan. Bu safar Urugvay bilan necha bilan boshlayapti, durang bilan. Bu zo'r. Shaxsan saudlardan kutmagandim. Tamom deb o'ylagandim. Eronni durangini shart davomida ham ko'rdim. Eron uchun past natija deb qabul qilishdi. Bilmadim endi Eronni bunday tarkibiy qaralsa, haqiqatda Eron tarkibi ham bomba. Kuchli o'yinchilar, kuchli nomlar, kuchli klublar bor. Lekin Yangi Zelandiya ham patarka emas ekan. Ikki marta hisobda oldinda yurib turib, keyin Eron 2-2 qildi. Bundan qanaqa xulosalar chiqarishimiz mumkin? Bundan O'zbekiston jamoasi ham iloyim yaxshi natijaga erishsin. Mana endi gapirish qiyin bo'lsa ham aytishga majburman. Hali bitta kutib navbatdagi kimdir hali minus natija qayd etilishini hozir kutilayotgan holatda O'zbekistonga to'g'ri kelib qolyapti. Iloyim O'zbekiston yo'q, buni boshqacha tomoni ham bor. Hali biz bilan o'ynagan komandalar hech biri yutuq qila olmayapti. Masalan, biz ko'proq moyillik bildirgan komandalar haligi Koreya yutdi, to'g'ri. Yaponiya yuta olmadi. Mana 2-2, lekin bu ham zo'r natija. Bu ham bizga anaqa Osiyo jamoasi Niderlandiya bilan zo'r o'yin o'ynadi. Niderlandiya bilan biz ham unchalik yomon ko'rinmadik. Va bular hammasi yig'ilib O'zbekistondan ham ijobiy natija kutishimizni ko'proq haligi foizini ko'tarib yuryapti. Iloyim, Xudoyim bizga ham nasib qilsin. Va shu komandalar necha o'ynayapti ekanmi? Demak, yutish kerak. O'zbekiston Kolumbiyani yutadi inshaalloh. Hammaga rahmat. Gaplarim biroz sayozroqdir balki. Like va komment bilan qo'llab-quvvatlab boringlar. Boshqalar ham buni videoni ko'rib baho bersin. Xullas, xolis tavsiyalar, maslahatlar kutib qolaman. Rahmat hammaga.